YouTube, Instagram, TikTok'da kuzatib boring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mardikorlik millatning eng og'riqli izg'irini. Bugun ko'chada, vokzal yoki aeroportda yuzlab yurtdoshlarimizni ko'rasiz. Qo'lida sumka, yuzida tashvish, ko'zlarida umid. Ular ketishyapti. Kimdir ularni muhojirlar deydi. Ammo haqiqatda ularning ko'pchiligi mardikorlar. Butun dunyo bo'ylab o'zbek muhojirlari degan iborani eshitmagan inson qolmadi. Rossiyaning zavod va qurilishlarida, Turkiyaning restoran va mehmonxonalarida, Koreya, Polsha yoki Germaniya ferma va fabrikalarda yurgan minglab o'zbeklar kimdir ularni muhojir deb ataydi, ammo aslida ularning ko'pchiligi mardikorlardir. Muhojirlik va mardikorlik bir narsadek tuyuladi, lekin bu ikki so'zning orasida osmon bilan yercha farqi bor. Mardikor kim? Mardikor bu yurtini yaxshi ko'radigan, lekin unda yashash imkoni qolmagan inson. U bir kun kelib farzandini boqish uchun, qarzini to'lash uchun shunday qilmasa, tirikchilik yo'qligini bila turib uzoq yo'lga chiqadi. Qo'lida hech narsa yo'q, faqat bel quvvati va Allohga ishonch. Ammo u borgan yerda odam emas, ishchi quvvati sifatida ko'riladi. Uning ismi yo'q, faqat o'zbek degan umumiy tamg'a bor. O'zbek mardikori yoshligini, sog'lig'ini va umrini o'zgagurt rivoji uchun sarflaydi. Rossiyada qurilishda yoki zavodda ishlab, Turkiyada ko'chada tovar sotib yoki Koreyada issiq seqda tirishib topgan har bir so'm o'z yurtiga rivojiga emas, boshqa davlat iqtisodiyotiga xizmat qiladi. Mardikor o'z hayotini ishlagan yurtiga emas, boshqa xalqning foydasiga sarflaydi. Muhojir kim? Muhojir bu yangi hayot qurgan inson. U oilasi bilan ko'chadi, bolalari o'qishga boradi. U yashaydigan yurtda qonun, huquq, erkinligi bor. Uning mehnati qadrli, topgan puli uning mulki, kelajagi kafolatlangan. Muhojirlik bu erkinlikka hijrat. Mardikorlik bu tirikchilikka muhtojlik. Muhojirlik so'zi islom va insoniyat tarixida qadimiy va sharafli ma'no kasb etgan. Hijrat qilgan inson o'z yurtini tashlab, yangi joyda erkin, huquqiy va qadriyatli hayot qurish uchun ko'chadi. Uning yangi jamiyatda o'zining kelajagini, farzandlarining taqdirini barpo etadi. Ammo mardikorlik bu boshqa narsa. Bu vaqtinchalik mehnat, boshqa davlatning rivoji uchun o'z umrini, bel quvvatini, yoshligini sarflashdir. Mardikor inson o'z yurtida qadr topmagani, mehnatning bahosi bo'lmagani uchun ketadi. Ammo u borgan joyda ham qadr topmaydi. U faqat ishchi, faqat arzon kuch. Mardikorlik 3 barobar yo'qotish. Birinchi, yoshlik va bel quvvatini yo'qotish. O'zbek mardikori butun yoshligini boshqa xalqning davlatini qurishga sarflaydi. U Moskvada binolar quradi, ammo o'z qishlog'idagi maktabning shiftlari yemirilgan. U Turkiyada otellarda xizmat qiladi, ammo onasining uyida issiq suv yo'q. U mehnat qiladi, lekin o'z vatani uchun emas. Ikkinchi, qaytib kelgach yana qashshoq. Qaytib kelgach mardikor 2 oy ham o'tmay yana qiynalib qoladi. Chunki u ish joyiga, ijtimoiy kafolatga, pensiyaga ega emas. Topgan pulni hukumat kommunal, patent va soliqlar orqali olib qo'yadi. Qaytib keldim deydi u, lekin vatan uni kutmagan. Uchinchi, yurtga qaytgach yana qashshoqlik.
40 yil mehnat qilib so'ng yurtiga qaytgan inson 2 oyda hamma narsani yo'qotadi. Chunki u bu yerda na mulkka, na huquqqa, na pensiya ta'minotiga ega. Hukumat esa uning topgan so'm-so'mini turli to'lovlar, kommunal xizmatlar, patent, qo'shimcha soliqlar bilan qayta so'rib oladi. Demak, mardikor ishlab keladi, hukumat esa uning mehnati hisobiga yashaydi. Eng og'iri farzand muhabbatini yo'qotish. U ketgan paytida bolasi 2 yoshda bo'ladi. Qaytganda bolasi uni dada deb tanimaydi. Bolalarning ko'zida otasi faqat telefon orqali bor. Shunday qilib mardikor nafaqat yoshligini, balki avlodini ham yo'qotadi. Mardikorlikdagi eng katta fojia farzandining tarbiyasizlik. Ota yoki ona yillab o'z yurtida uzoqda bo'ladi. Farzand eti muhtoj, muhabbatsiz ulg'ayadi. Bu butun avlodning kelajagini yo'qotishdir. Mehrsiz bola vatansiz millatning ilk qadami. Tarixdagi haqiqiy muhojirlik. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganida u yerda yangi hayot qurdi. Adolat va ilmga asoslangan davlat. U haqiqiy muhojirlik edi. U yerda maqsad bor edi, qadr bor edi. Ammo bugungi mardikorning maqsadi faqat tirik qolish. U hijrati muhtojlikdan qochishdir. Uning hijrati muhtojlikdan qochishdir. Hijrat so'zi tarixda hamisha erkinlik va inson qadri bilan bog'langan. Ammo bugungi o'zbek mardikori hijrat qilmaydi. U faqat tirikchilik izlaydi. Uning oldida ijtimoiy adolat emas, faqat ish iztirobi turadi. Hukumat nimani muhojirlik deb ataydi? Rasmiylar boshqa davlatlarda ham muhojirlar bor deydi. Yo'q, ularda mardikorlikka emas, haqiqiy muhojirlik bor. Chunki u yerda odam hur, mehnati qimmat, bolasi ta'limli, pensiyasi kafolatli. Bizda esa inson qadri hanuz past. Shuning uchun ham millionlab insonlar vatanni ortga tashlab umid sari ketishga majbur. Agar inson oilasi bilan birga ko'chib, yangi davlatda mehnat qilib, farzandlariga ta'lim, erkin hayot va huquqiy kafolat yarata olsa, u holda bu haqiqiy muhojirlikdir. Shunday muhojir inson erkin demokratik jamiyatda yashaydi. Topgan puli uning shaxsiy mulki hisoblanadi. Pensiya ta'minoti va farzandlari kelajagi kafolatlangan bo'ladi va eng muhimi u hurlikda yashaydi. Mardikorlik bu faqat ishsizlik emas. Bu davlat siyosatidagi adolatsizlik, mehnat qadrining yo'qolishi, inson qadrining toptalishi. Muhojirlikda esa yangi hayot sari qadam, adolat sari hijrat. Bu millat o'z mardikorlarini qadrlamagancha, u millat o'z vatanini rivojlantira olmaydi. O'zbek mardikori bugun faqat chet elda emas, balki o'z vatanining ijtimoiy siyosiy tizimi qurbonidir. U ketmoqda, chunki yurtida qadri yo'q. U ishlamoqda, chunki umid bor deb o'ylaydi. Ammo qaytganida yana qadrsizlik, mardikorlik millatning eng katta yo'qotishi, muhojirlikda esa yangi hayotga intilishdir. Xulosa o'zingizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muxoliflarga tuhmat qilganga 100 ta tovuq mukofot. Urra! Men 100 ta tovuq olaman har kuni. Barakalla Omil, sen usta tuhmatchisan, senga 20 ta limon ham beramiz, a? Urra! Ustoz Mocha, sizga 10 ta limonni beraman.